Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boladı balam, boladı. Ben sana ço, hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Dillala Ünidar salondagi barliq o'maq do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalardan Paloqdagi chatoq degan hikoyani anglaylik, ha? Tursunjonning apasi chivin o'ldirdigan paloqni shuncha izlabmi topolmadi. Ta'til topshiriqlarini ishlab o'tirgan Tursunjon apasining jeli bo'lib, g'ovding shig'inicha uyon-buyon aqtirib paloq izlab yurganligini ko'rib, o'rnidan likkida turdi. Demisimu bizang chivinlar g'osh-g'ush qilib ustal ustida uchib qo'nib, apasining piyorim qilgan edi. Opa, bo'ldi, izdimayli qo'y. Fukam bir yerga tashlab bo'lsa kerak. Men sana hozirlab bir paloq yasab beray. Tursunjonning gapi bilan apasining chiroyi pallada echilib ketdi. Shunda qilg'ina jinim qo'zam, ma'u nejiz chivinlarni qirib tashlay. Tursunjon daftar qalamlarini ratlik yig'ishtirib qo'yib, ambarga yugurib kirib ketdi. U birdamla chiroyli va achchiq paloqdan birini yasab bitkizdi. Opa, bo'ldimi? Qarg'ina. Tursunjon Tishanski maroyidek parqirab turgan tartamchilarni yangi bilan surtkash paloqni apasiga uzatdi. Qo'lingga datbamsin, balam. Apasi paloqni ilib darhol chivin o'ldirishga kirishib ketdi. Lekin nemishqidir paloq tegmaylar chivinlar xushida uchib ketishadi. Apasi shuncha avar bo'libmi, najdal chivinni o'ldirolmadi. Ilgari har qanday sazgur chivinni uning ajal paloqidan qochib qutula olmaydi. U axir jeli bo'lib paloqni cho'rivatdi. Qandoq paloq bu, chivin o'ldiranmaydigan. Apasi Pishanski tarni surtkash bir muncha xodonshidi. Akila opamni sinapa qaychu. Tursunjon paloqni ilib chivinlarni qo'g'lab yurib urishga boshladi. Qiziq ish. U apasiga o'xshash shuncha avar bo'lib munachtal chivin o'ldirolmadi. Bizang chivinlar xuddi uning bilan mukishmak o'ynagandek paloq tegmayli uchib, yana bir yerga berib qo'nib oladi. Herib ketgan Tursunjon axir chivin qo'g'lashdan zerikib, paloqni bir qiritib cho'rivatdi. Dal shu paytda Tursunjonning dadasi darvozadan kirib keldi. U tashlaqliq turgan paloqni ko'rib, ingishib qo'liga oldi-da, uyon-buyon qarab chiqib, "Buni chol yasab cho'rivatganing nimasi?" deb so'radi. Tursunjon domsaygan peti kayniga o'rilib oldi. "Nim bo'ldi sana?" Dadasi ajablanib, birda o'g'liga, birda paloqqa qarab turib qoldi. "O'g'lingiz chivin o'ldirolmaydigan paloqni yasabdi." Apasi lengi bilan ustal ustidagi chivinlarni qo'rg'ash javob berdi. "Cholib bitgan paloqni qandoqmi? Chivin o'ldirgil bo'lsin-a, balam." Tursunjon tatisining bu gapi bilan o'rnidan likkada turib ketdi. "Nari chala qopdi. Men har qanday ishni chala tashlab qo'ymayman." deb g'o'dingshidi. "Amis paloqning teshiklari qani?" Dadasi paloqni Tursunjonga uzatdi. "Hammaga paloqdagi chatoqda. Buningga teshikchilarni tashimsan, qanday qilib chivin o'ldira olaysan?" "Chivin bilan teshikchilarning nima aloqasi?" Tursunjon dadasining gapiga ancha qayil bo'lmadi. "Aloqasiz hech. O'ylab boqqin. Teshikchilar bor paloq bilan birmi chivini qochirmay o'ldira olaysan u. Amisa nima uchun bu paloq bilan chivinlarni osonli qochirib qo'yding?" Tursunjon bu savolga lam jim deyolmay turib qoldi. "Ha, rost, yetib ketgan paloq bilan chivinlarni qochirmay o'ldiratdim. Boya bu paloq bilan bir muncha avar bo'libmi, najdal chivinni o'ldirolmadim. Qiziq ish bu." Tursunjonning apasi darhol gap qistirdi. "Hamma gap osh teshikchilarda." Tursunjonning dadasi paloqni ko'rsatib turib so'zladi. "Paloq teshik deyishning o'ziga tushliq ilmiy asosi bor." "Qandoq ilmiy asosi bor?" Bayadindan beri xafa o'ltirgan Tursunjon qiziqsinib aldirab gap qistirdi.
Buni tushundirish uchun avval chivinning xususiyatini bilish kerak. Chivinning xususiyati? Chivin degan ziyondosh hasharot-ku. Tursunjon texim ajablanib, ko'zlari chaqchayib ketdi. Demakchi bo'g'inim, chivin badanining alohidaligi. Tursunjonning ladasiga sovuq chaydan bir yutum o'tlab qo'yib, aldirmay tushuntirishga boshladi. Chivinning badanida ko'plagan bir xil tuklik tikkan bo'lib, uni faqat mikroskopda ko'rgili bo'ladi. Bu tuklik tikkanda son sanoqsiz sezim hujayralari bo'lib, u atrofdagi shaylarga nisbatan intoyin sezgur. Chivin atrofdagi harakatlarni kuzatgandan sirt, tuklik tikkanlarni ishqa soladi. U intoyin tuvan bo'lgan temperatura, namlik va havo iqimini sezalaydi. Agar u biror kelishmaslikni sezib qolsa, uchib ketadi. Kishilar paloq bilan chivin urganda uning havo iqimini sezib qolmaslik uchun paloqni nurg'ulagan teshikchilarni teshib qo'yadi. Endi tushundim. Butun diqqati bilan berilib anglayotgan Tursunjon o'rnidan sakrab turib ketdi. Bundoq bo'lganda havo osh teshikchilarda o'tib ketib, chivin paloq zarbasiga uchraydi ekanda, shundoqmi dada? To'g'ri, shundoq bo'lam. O'z hukmining to'g'riliqini anglagan Tursunjon xushalligida yugurib ammar uyga kirib ketdi. U birdamla saymon sanduqini ko'tarib chiqib, o'z chala yasagan paloqqa aldirmay ushoq teshiklarni teshishga boshladi. Dadis bilan apsi bir chetda uning apchil va chaqqan harakatiga zo'qlanib qarab o'tirdi. Do'stlar, chalib bitgan paloq qandoqmi chivin o'ltira olsin-a? Paloq teshik teshishning o'ziga tushliq ilmiy asos bor ekan. Qandoq ilmiy asos bor ekan? Buni tushuntirish uchun avval chivinning xususiyatini bilish kerak ekan. Undaqda men sizlarga yana bir qitim chivin badanining alayligini tushuntirib beray. Chivinning badanida ko'plagan bir xil tuklik tikkan bo'lib, uni faqat mikroskopda ko'rgili bo'ladi. Bu tuklik tikkanda son sanoqsiz sezim hujayralari bo'lib, u atrofdagi shaylarga nisbatan intayin sezgir. Chivin atrofdagi harakatlarni kuzatgandan sirt, tuklik tikkanlarni ishqa soladi. U intayin tuvan bo'lgan temperatura, namlik va havo iqimini sezalaydi. Agar u biror kelishmaslikni sezib qolsa, uchib ketadi. Kishilar paloq bilan chivin urganda uning havo iqimini sezib qolmaslik uchun paloqqa nurg'ulagan teshikchilarni teshib qo'yadi. Do'stlar, bilib oldinglarmi? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylik, ha? Kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldur uxlanglar. Atimish vaqtda Dilala indi dars salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar, sizlarga ma'ruf bo'lsin.